Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdagilar. Bugun Parkentdan salomlar yo'llaymiz va mana shunaqa katta mashinada men sizlarga nima olib keldim deb o'ylaysizlar? Tanishinglar. Dadadadadam. Mani toqqa chiqqim kelyapti. Mani shashlik yegim kelyapti. Osiyona! Osiyona! Men prosta shoh qizman, Filiomon gold qizman. Bugun ko'rsatuvimizning aziz mehmoni Osiyona. Osiyona! Osiyona. Xullas, Osiyona savolni vov degani bor sizga. Miyav-miyavni bersangiz ham bo'ladi. Bo'ldi. Tayyormiz. Xullas, savolni eshiting. Erkaklar uni har kuni deyarli ushlaydi ko'p marta. Ayollar esa umuman ushlamasligi ham mumkin. U nima? Agar savolimizga javob bera olmasangiz, shartimizni bajarasiz va keyin 3 ta odamdan mana shu savolni berib javobini olib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Vov deyapti. Hozir meni miyovlatib qo'ydingiz deyman. Bunaqa savol kutmagandim to'g'risi. Erkaklar, qarang, eshiting. Erkaklar har kuni ushlashi mumkin u narsani, ayollar deyarli ushlamaydi. Lekin ushlaydi. Lekin ushlashi ham mumkin. Astagfirullah. Meni hayolimga hozir boshqa narsalar kelyapti. To'g'risi, men bunaqa savol kutmagan edim. Savol, men nima ushlab ko'rganman? G'alati bo'ldi hozir lekin bu savol. Xullas, Undan ko'ra shartingizni bajarib qo'ya qolaman. mantiqiy savolga javob yozasizlar, javob yozmasanglar sharti bajarilishini kutasizlar. Shartimiz shunaqa bo'ladi. Salom bolalar. Voy, dod Kibriston ekan. Xullas, shartimiz shunaqa bo'ladi. Hozir biz muzika, hech narsasiz, faqat naoshnik bilan raqsga tushib berasiz. Buni boplaymiz. Va raqsingiz shunchalar zo'r bo'lsinki, layklar yog'ilib ketishi kerak. Okey. Tomoshabob eng zo'r raqsni tog'ning ichida sizdan kutamiz. Bo'ldi. Tayyorsiz? Tayyorman. Bo'pti, jonim, sizga omad. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. Замечательно, поразительно, гениально. Osiyona, Labbay. maza qilyapsizmi? Mazza. Shokdaman. Ko'rsatuvlaringiz Hayajonda. davomida mana shunaqasi bo'lganmi? Yo'q, umuman bo'lmagan, bu birinchisi. 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 Voy, gapirmang. Lekin bunaqa adrenalin yana bo'lsin. Men sizni ko'rsatuvingizda yana ishtirok etaman. Yana qatnashasiz, Da. albatta. Albatta. Qarang, Osiyona, sizga savolim bor edi. Sizni eng ko'p qaysi komment xafa qiladi? Otarchi. Otarchi desa xafa bo'lasiz. Otarchi desa xafa bo'laman. Chunki juda ham ko'plab yil men umrimni shu san'at sohasiga o'qishga sarflaganman. Shu uchun otarchi deyishsa xafa bo'laman. Yuragim og'riydi. Otarchi demanglar, xafa bo'lamiz. Xullas, sevgilingiz bormi? Lichniy savol, shaxsiy savolga o'tmasak degandim. Bo'lishi mumkin. Lekin yo'q.
lekin yo'q. Yo'q. O'zi asl kasbingiz nima sizni? San'atkorman, Aha. qo'shiqchi, Aha. ijodkor, Oh, da blogerman Oh. hozirgi kunda. albatta. 一饮一样滋味道，随时东来。音乐标准的事物非击败。 Ijodkor, aktrisalik ni ham o'zimda sinab ko'rmoqchiman yaqin orada. Ajoyib, ajoyib. Sizga 5 baho qo'yish kerak. Ravshan! Ravshan! Eshaklarimiz qarang, xuddi o'zimizga o'xshab bir-birimizga qarab Yo'q, bular bir-biriga qaramapti. urishmoqchi bular. Xullas, savol sizga. Eshiting. Savolni yana yo'q deganidan. Bo'ldi. Uni ko'p ushlasang va ishqalasangiz, u kattalashadi va qattiqlashadi. Bu nima? Ikkinchi savol. Ko'p qilgansiz o'g'ishni. Xo'sh, mani eshagimdan savolda, sizni eshagingizga. Men miyalarim ishlamay qolyapti bunaqa savollarga. Sanichi? Qayerdan topasiz bunaqa savollar? Sanichi. Xullas, savolga javob topa olmasangiz, men shartimni bajarasiz. Shartingizni bajara qolayman, topolmayapman. Kommentar yozasizlar, buni javobi nima o'zi? Voydat, voydat. Ushlab qattiqlashtirib ko'rmaganmisiz? Va hozir men bilan mana shu eshaklar poygasini uyushtiramiz. Ko'ramiz, qanaqa bo'ladi eshaklar poygasi hozir. Sen va sen, demak, Gulruh va Osiyona poyga o'ynaydi. Faqat eshakda ko'ramiz. Osiyonaga ovoz beringlar. Gulruhgachi. Ketdik unaqada. All shameless, Joshly gamers. All shameless. All shameless, Joshly gamers. All shameless. All shameless, Joshly gamers. All shameless, Joshly gamers. All shameless, Joshly gamers. All shameless, Joshly gamers. Osh, 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 osh. Ele, ele, ele. Joshly, 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 Joshly. Ring, ring, я поеду в УЗП, чтобы проверить, для чего же пузо мне. Красоты Узбекистана меня манят. Отель люкс, добро пожаловать в Хаят. Эта маме хочет денег, она знает, что я блогер. Она жарит мой шашлык, хочет много-много-много. И запас снова на стерео, снова грязный каждый метр. Я снимаю в тик. Poygamiz boshlandi. Xo'sh, o'rtoqlar, mani eshagim g'alaba qozondi, ko'rdinglarmi? Luboyga orqa berib o'tiribdi hozir. Sizniki kattaroq ekanda, kattaroq eshak Meniki ekan. katta. Meniki yosh ekan. Meniki qarri va tajribali eshak. Meniki hali yosh ekan, hali bor ekan. Biz tajriba. Buni Lekin- qarang, yumshoqqina bo'lib o'tirishini qarang. O'rgatib olamiz, mayli. Keyingi safar Xudo xolisa, Xudo g'alaba xolisa. bizaniki bo'ladi. Albatta, hozir g'alaba bizlar tomonda va Ko'rolmayapman sizni. ikkinchi savolimni javobini hozir odamlardan so'rab ko'radi. Qani javobni nima deb aytadi? Sinab ko'ramiz, qani kommentariyani portlatamiz. Endi 3-shartni boshlaymiz. Demak, 3-shartda ham ajoyib
savol bor. Qanaqa savol deb o'ylaysizlar? Ozgina kutib o'tiringlar, savolni zo'rini beraman men. Xo'pmi? Mana munchoqqa necha sportivka bilan. Osiyona sizga 3-shart uchun maxsus buzoqchamiz tayyor. Seni sevaman. Xullas, 3-shartga o'tishimizdan oldin savolni itvachasi bilan eshiting. O'tgan Tayyorman. ko'rsatuvimizda ham buni topisha olmagan va savol. U kirganda quruq va qattiq bo'ladi. Chiqqanda esa nam va bu yumshoqqina bo'lib qoladi. U nima? Asalim, buzoqcham topoladimi Osiyona opang? Nima deysan, jonim? Bo'pti, endi uchun sizga yordam bering endi. Variantlar bormi? Boshiga M, oxiriga N. Makaron? Makaron edi. Makaron edi. Endi shunaqada 3-shartni men o'zim bajarishim kerakmi? Bo'ldi. Yo'q, yordam bering. Bo'ldi, men aqldim, qutulib qoldim. O'zingiz qiling. Bugun qahramonim o'zingizsiz. Bo'ldi, men yordam beraman. Yordam berasiz, Okey. chunki qahramon bo'lib ketishni mayli men xohlamay turaman. Sizni bugun qahramon qilmoqchiman. Asalim, endi shu yerda gul termay tur. Hindiston bo'lganda deb ichaman. Xullas, hozir bizning shartimiz shunaqa bo'ladi. Mana shu buzoqchani qo'yib yuboramiz va men katta keng dalani beramiz. Mana shu dalada quvalab, ipidan ushlab, kuchimiz boricha harakat qilib, mana shu eshikdan kirgizish kerak bo'ladi va joyiga bog'lash kerak shartimiz. Buzoqni quvlaganlar va buzoq quvlab ketganlar yaxshi biladi. Buzoqni tutib olish uncha-muncha odamning qo'lidan kelmaydi. Men hayotda bunaqa ish qilmaganman, lekin birinchi marta hammasi birinchi marta, eshigi ham birinchi marta, buzoq tutishi ham birinchi marta, bunaqa savollar ham birinchi marta. Давайте, birinchi marta sizning anaqangiz bo'libmanda. Asalim, kel endi. Bu yoqqa kel, uyalma, bu yoqqa kel. Men boraman, kel. Qarang, ko'rdingizmi? Kuch bermaydi bu. Va bugun birinchi marta Osiyonani buzoq quvlattiramiz. Tayyorman. Siz birinchi quvlab beringchi, qanaqa bo'ladi? Keyin buzoq quvlaymiz. Yordam beraman. Ke menga ke. Buzoqcham. Ke. Spokойно. Voy, nafas ol. Voy, nafas ol. Yuguring, Osiyona, yuguring. Mana. İpini ushladim. Voy, ke. Bo'ldi, men kelyapman. Men seni tutishim kerak. Ruxsat bersang, seni tutsam. Vaydat. Kechirasiz. Oy yo'q. Ke, menga ke. Bo'ldi, nafas olgan. Adrenalin ichgan ko'rdingizmi? Red Bullmi bu, nima bu? Sekin ishlang. Shing, tez bo'ling. Tepsa-chi. Tepmaydi buzoq. Qo'lingni ber. Bısı. Ke bo'ldi. Ketdi. Ketingchi. Bo'ldi. Voy bo'ldi ya.
buzoq qanaqa ekan? Buzoq mayli, siz yomon ekansiz. Nimaga? Yomon ekansiz bunaqa. Vazifalar berib. Tamom qildik lekin. Bizdan qochayotgan yigitlarga o'xshaydi. Buzoq to'g'rimi? Yoniga borasan qochib ketadi. Yoniga borasan qochib ketadi. Hadi buzoqsizlar yigitlar. Qanaqa buzoqsizlar? Mana shunaqa qochoq buzoqsizlar. Bo'la oxirgisi. Ketdim. Bas. Yo. Git yoqasan. Tez aylanib sotishadi. Albatta. Tabarruk. Bitta buzoq qanaqa qochirdi? Qanaqa yugurtirdi? Yo, mayli aytyapman, buzoqga gap yo'q lekin. Gapirishman. Lekin sizni vazifalaringizga keladigan bo'lsak, shu tamom qildi bori. Jonimni olib tashladingiz. Lekin zato adrenalin qishloqqa kelib kelganday bo'ldingiz, yashaganday bo'ldingiz. To'g'ri, bunaqasi bo'lmagan lekin. Zo'r maza qildim men ham va siz ajoyib qatnashdingiz. Rahmat. Eng muhimi, siz o'sha buzoqchani tutib, o'sha darvozachidan kirgiza oldingiz. Tabriklayman. Rahmat. Kichkinagina bo'lsa, titir qochar ekan. Qizim qo'l ekan. Zo'r, ajoyib. Mana shu yerda biza 900 ming so'mni o'tkazib beramiz. Demak, siz ham bizning ko'rsatuvimizning qahramoni bo'lmoqchimisiz? Unaqada sho'x bo'ling, pozitiv bo'ling, qaytmas bo'ling. Mana qaytmas shartlarimga tayyor bo'ling, yozavering. To'g'rimi? Обязательно qatnashing lekin. Bunaqa emotsiya boshqa yashalmaydi-da lekin. Bir marta bo'ladi bunaqa. Maza qilamiz, xullas birgalikda. Yosharib yurishning siri ana shunda, bilasizmi? To'g'ri. Adrenalin ko'proq olish kerak odam o'ziga. Assalomu alaykum. Sizga savol bersam bo'ladimi? Yo, mayli. Rostami? Erkak kishi uni bir kunda bir necha marta ushlaydi, lekin ayol kishi uni deyarli ushlamaydi. Ushlasa ham juda kam. Bu nima? Boshqatanmi? Yo, savolni tushundimmi? Endi bilmasam, so'rasan. Siz meni taniysizmi? Yo'q. Yo'q. Osiyona. Yo'q. Yo'qmi? Unda menga podpiska bo'lib qo'ying. Bo'ldi. Savolimga tushmadingiz lekin. Ikkinchisini beraymi? Savolni tushundim, biroq javobini bilmadim. Xo'p, ikkinchi savolga o'tamiz. Hozir. Uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. Bu nima? Yo, to'g'risi bo'ladi. Savolni to'g'risi bilaman lekin javobini. O'ylab ko'ring. Balkim bilarsiz. Boshqadan, uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. Bu nima? Oson. Amri? Yo, to'g'risi bilmadim. Birinchi harfi Sh. Shuncha variant berdim endi. Topmasangiz endi. Shundan variantlar nima bor masalan? Yeydigan narsami shuni? Masalan, aytmoqchi bo'lgan, uni ishqalasiz. Yo'q, yeydigan narsa emas. Yo, bilmadim javobini. Ko'p joyda ko'rishingiz mumkin. Bayramlarda ko'rishingiz mumkin. Bolalar maydonida juda ko'p bo'ladi. Bo'ldi endi variant. Shuncha variant berdim endi. Sizni tabriklayman. Mana g'olibimiz. Rahmat kattakon ishtirokingiz uchun. Assalomu alaykum dada. Salom. Sizga savol bersam maylimi? Xo'p, rahmat. Erkak kishi uni bir kunda bir necha marta ushlaydi, lekin ayol kishi uni deyarli ushlamaydi. Ushlasa ham juda kam. Bu nima? Bilmayman. O'ylab ko'ring. Bilmayman.
Xo'p, ikkinchi savol. Uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. Bu nima? Bilmayman, men Uni bilmaysiz. Asalda ekan. Erkak kishi uni bir kunda bir necha marta ushlaydi, lekin ayol kishi uni deyarli ushlamaydi. Ushlasa ham juda kam. Bu nima? bilmasam, O'ylab ko'ring. Juda oson. bilmadim. Xo'p, ikkinchi savolni bersak, maylimi? Uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. Juda oson. Ketmaydi. Voy. Javob bersangiz yutug'i bor edi, atak. Rahmat. Keling, ketmang. Voy. Ketib qolyaptilar-yu. Mama yigitchani oling. Sizdan savol so'rasak bo'ladimi? Xo'p, qarang. Yaxshilab eshiting. Erkak kishi uni bir kunda bir necha marta ushlaydi, lekin ayol kishi uni deyarli ushlamaydi. Ushlasa ham juda kam. Bu nima? Bilmadim. Voy, ketib qolmang sizga asal yigit. Voy, asal yigit. Kimdan olamiz endi? Kimdan olamiz? Sizlardan savol so'rasak bo'ladimi, qizlarjonlar? Yo'qmi? Assalomu alaykum. Yaxshilab eshiting. Erkak kishi uni bir kunda bir necha marta ushlaydi, lekin ayol kishi uni deyarli ushlamaydi. Ushlasa ham juda kam. Bu nima? Sigaretmi opa? Yo'q. Yarini qo'li. Yo'q. Sizda bor, ko'ryapman. Ko'krak. Ko'krak? Yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Ikkinchi savolga o'tamiz. Uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. Burun. Kattalashadimi? Ushlasangiz, ishqalasangiz, kattalashish kerak va qattiqlashish kerak. Fikrim buzilibdi. Fikringiz buzilyapti. Nega? Oson savol. Iltimos javob bering. Bilmasam. Boshdan o'qing savollar. Qarang. Uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. Soch. Yo'q. Kevyapti sizga. Kevyapti aka. Kelmaydi. Voy, bitta harakat qiling. Bilmadim. Bo'pti, sizga javobini aytib ketaymi? Sharida. Sharida. Atak sizni tabriklaymiz. Xo'p, rahmat. Keling, qochmang. Assalomu alaykum. Sizga savol berishimiz mumkinmi? Hop, mayli. Erkak kishi uni bir kunda bir necha marta ushlaydi, lekin ayol kishi uni deyarli ushlamaydi. Ushlasa ham juda kam. Bu nima? Pulmi? Yo'q. Nima buni? Misol, predmetmi qanaqadir? Sizdan uni ko'ryapman. Nima? Soqolmi? Soqol bittada topdingiz. Ikkinchi savolga o'tsak mayli? Uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. U nima? Nima u? Jonli narsami yoki anaqami? Jonsanmi? Predmet. Pasport borsangiz bo'ladimi, lozimmi? Uni ko'p ushlasang va ishqalasang, u kattalashadi va qattiqlashadi. Nima bo'lishi mumkin? Variant yo'q qanaqa? Yo'q, variantsiz. Yo'q, variant bo'lmasa. Sizga imенно variantsiz, chunki bittada topasiz. Hop, topsa nima bo'ladi? Nima bor? Premiya bormi? Yo'q, xonim. Yo'q, hazillashyapmiz. Varianti yo'q ekan, to'g'risi. Bo'pti, birinchi harfini aytamiz. Sh. Sh? Sharmi? Shar, siz topdingiz. Rahmat sizga ishtirokingiz uchun. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, bo'ladi, rahmat. Xullas, Osiyona qanaqa bo'ldi? Juda ham kayfiyatli, yuqori kayfiyatli, zo'r. Adrenalin oldingiz va sizga oxirgi shartni aytaman. Agar mana shu shartimdan ham o'tsangiz, $100 joyida tashlab beraman sizga. Kartaga. Mana shu qurtlarni ko'ryapsan?
5tasini bir martaga 1 daqiqada yeb berishingiz kerak. 5tasini? Hop 5tasini Bittada. bitta og'izga solasiz, yeysiz, yana 5tasini bitta og'izga solasiz, yeysiz. $100 tashlayveraman. 5tasini. Ha. Odatda qahramonlarga biz 900 ming berardik, lekin Osiyonaga men $100 berishga qaror qildim. Chunki bu Osiyona. Bu Osiyona. Mana. Hop 5 ta soling endi. Og'zi qanchalik katta ko'ramiz. Vo, kirib ketdilar. Emotsiya to'smang qo'l bilan. Wow. Osiyona siz $100 uchun udalayapsiz. Uni emotsiyalar qilib qo'ying, yeyotgan qilib. Oh! Ketdi. O Rozovich bo'lib chiqdi. $100. Yomon shartaga borib. Og'izlar qotib qoldi bor. Alvastirdan bo'lganda u. Jo'zi. Xo'sh. Qiyin shartaga. Yana 5 ta. Yo'q. O'tmayapti. Nimaga? Ochib, tuzli ekan. Slishkim ochib ketildi. No. Siz uchun Aha. 2 ta. Yo'q. 3 ta. 3 ta. Canım 3 ta. Qara, go'zalsan, shirinsan, jonimsan. Osiyona, asalim. Ay canımda. Yana bitta. Qale. Endi polni bu yoqqa o'tib ketsin. Rozi bo'lmanglar bu ishga. Rozi bo'lmanglar, lekin bor. Yomashib ketdi ichim. It bo'lguri bu gulruh nimalarni o'ylab topadi deydi. Lapchalari oppoq bo'lib qoldi. Ko'zimdan yoshlar chiqib ketdi. Ko'zidan yoshlar chiqdi. Labingiz chiroyli. Oq qolib ketdi faqat. Xo'p, Uddaladim menimcha. intaladingizmi? Uddaladim. $100 tashlayveraymi? Keling, sizga yediray. Yo'q. Boshqa hech kim yedirmagan. Men yedirib ketay. Qulib. O'zi 2 donami, 3 dona Ha, qoldi. 3 dona. Wow. $100 tashlab bermayman, mayli, yeb beraman. Yutmayman. Ana bo'la. Kelishamiz. Yo'q. Ana shu. $100 tashlab beraman agar buni yedirmasangiz. Yo'q, yediray. Yedirmasangiz. Yo'q. Shuncha qildim-ku. Hisob qiling. Давайте $100 tashlaylik. Cho'tka qilib. Telefonimni bering, shu qizga pul tashlay. Yumshaydi. Yedirib qo'yadi. Bo'lmasa o'zini qurtini menga yedirib qo'yadi. Osiyona bu sizda ismmi, taxallusmi? Osiyona bu taxallusi o'zi aslida, lekin har qanaqasiga menga Osiyona deb murojaat qilishsa, Ha deysiz. ha deyman. Asl ismingiz kim? Mana bizni ko'rsatuvda fosh qo'ysin bu. Hech qayerda aytmagansiz? Hech qayerda bu narsa shaxsiy bo'lib qolishini xohlayman. Hozir menda ham aytmaysiz. O'psamchi. Qulog'ingizga aytaman. Qulog'imga aytmang, astagina aytib qo'yaylik, muxlislarga. Yo'q. Xullas 1.220.000 tashlab beraman. Da-da-da-dam. Olishingiz mumkin. Mana $100 tashladik. Ko'rsatuvimizda addoshi qatnashganlar uchun $100. Sog' bo'lasiz. Sizni sevamiz. Sizni qadrlaymiz, boshimizga ko'taramiz, yaxshi ko'ramiz va xayrlashamiz. Mana shu yerda kamerani oldida xayrlashamiz. Lekin kameraning ortida hali ham dugona o'rtoq bo'lib qolaveramiz. To'g'rimi, jonim?
Men taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Maza qildingiz siz bilan. Maza bu qiz bilan hayot yashash va vaqt o'tkazish juda yoqimli. Men ham juda ham xursand bo'ldim tanishganimdan va davomiy bo'ladigan umiddaman. Albatta, rahmat. Sog' bo'linglar.